Yo, assalomu alaykum hammaga. Bu Ozodbek. YouTube uchun 9 dan 5 gacha ishdan voz kechdim. Bu umuman normalniy eshitilmayapti. Har doim YouTube ga video qilish xohlardim. Lekin qanaqa video olishni bilmasdim. Shuning uchun bu birinchi video va u qanaqa video olishni maslahat berasizlar? Mana shu narsa uchun olinayotgan video. Qisqa qilib aytganda, YouTube boshlash kerak. Lekin qanaqa kontent bilmayapman, to'g'risi. Menga yordam kerak. Nimaga? Chunki YouTube'da video olmoqchiman va qanaqa video olish kerak, qanaqa video olishni to'g'risi bilmayapman, lekin YouTube boshlashim kerak. Perfeksionizmni yo'qotib, balki shunchaki boshlash kerak, bilmayman. Menda bir nechta variantlar bor. Misol uchun ekoblog, ekologiya bo'yicha kontent qilishni xohlardim. Keyingi variant bu xuddiki kunduziga o'xshagan videolar varianti. Ya'ni o'tirib men yuribman xuddi mana shunaqa stilda nimadir haqida gaplash. Ya'ni o'zimni fikrimni bildirish u yerda. Yoki-da gaming. Gaming bu juda ham qiziq, lekin menda unaqa gaming uchun PC yo'q. Shuning uchun bilmadim. Aytgancha men bu aytmabman, karatka metrajli filmlar. Bu narsa meni orzuyim. Men bu narsani aniq olishim kerak. Aniq va 2x aniq olishim kerak bo'lgan YouTube yo'nalish bu karatka metrajli filmlar, ya'ni qisqa metrajli filmlar, short films shunaqa olishim kerak. Va keyingisi xuddiki vlog, lifestyle. Menda 3 ta anaqa aylana bor. Uchalasi tutashgan joy, ya'ni bittasi menga o'zimga yoqadigan kontentlar, odamlarga qiziq bo'lgan kontentlar va odamlarga kerak bo'lgan kontentlar. Men qanaqadir vaynlar shoxlayman, to'g'risini aytay, ular cringe va hech qanaqa foydasi yo'q deb bilaman. Kimni ko'ryapsizlar? Men bu yoqdaman, chetdan kelyapman. Qiziqroq kadr bo'lishi uchun shunaqa qildim. Bilmayman, yaxshiroq chiqadimi yo'qmi? Lekin shu, hayot shu. Nima qilay bilmayapman. Qanaqa kanal qilishim kerak, qanaqa videolar, qanaqa maslahat beringlar. Menga qanaqa mos kerak, o'zim ham bilmayman. To'g'risini aytsam, vaqt bor hozir. Kamera oldim. Mikrofon bor, Ozbek anki bo'lsa ham, yana boshqa mikrofon ham bor. O'sha uchun YouTube qilish kerak. Va qanaqa stilda, mana shu narsa menga hozir qiynayapti meni. Hamma har xil maslahatlar beryapti. Menga yordam bering. Kommentga yozsanglar, o'qiyman. Kommentga yozinglar. Hozircha shu. Sizlar bilan Ozodbek bo'ldi. Shu. Endi boshlaydi olaman. Endi ozimday aylanib boraman kameragacha.